İslam dünyasının muhim bir parçası bo'lgan Sharq Turkiston 1000 yildan ortiq islom an'anasi va tarixiga ega bir tabarruk zamin. Sultan Sutuq Bug'roxonning islom dinini qabul qilishi bilan Uyg'urlar, hatto Turk dunyosi islom sharifiga muyassar bo'ldi. Shuningdan tortib millatimizning kulturi, urf-odati, dunyo qarashi islom bilan yo'g'rilib, ranglanib, yangi bir tarixiy davrga qadam qo'ydi. Bu davrda nurg'unlagan ulamolar yetishib chiqib, islom bilim xazinasiga muhim to'kpilarni qo'shdi. Qashqar islom dunyosidagi muhim ilm markazlarining biriga aylanib, ikkinchi Buxoro deb ataldi. Olimlar, diniy rahbarlar xalqqa islom ta'limotlarini yetkazish, ilm o'rgatish va diniy ibodatlarga yetakchilik qilishdan sirt siyosiy, ijtimoiy, ilmiy sohalarda boshlamchilik rolini o'ynadi. Mayli yiroq tarixdagi turli tajovuzchilarga qarshi jihad safida bo'lsin, yoki oldingi asrdagi ikki qatimliq islom jumhuriyatining qurilishida bo'lsin, janglarda qo'rqmas mujohid, mahkamalarda adolatli qozi, madrasalarda ilmlik ustoz, davlat organlarida tadbirlik siyosatchi bo'lib keldi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Uyg'ur kulturining kuch-quvvatining manbasi bo'lgan islom dinini barliq usullar bilan yo'qotishga, ojizlashtirishga urinib keldi. Bu maqsadga yetish uchun sonsizlagan masjid madrasalarni vayron qildi, kitoblarni ko'ydirdi. Bu jarayonda bir turkum ulamolar haq uchun shahidlik martabasiga yetgan bo'lsa, yana bir turkum ulamolar o'z xalqining e'tiqodini saqlash yo'lida hayotini turmalarda, surgunda yoki nazarband ostida o'tkazdi. Shundaqdimi ulamolarimiz tarixda oz uchraydigan fidokorlik bilan barliq cheklik imkoniyatlardan foydalanib, xalqni yetaklashdan, ilm yetkazishdan qilchi to'xtab qolmadi. Gerçi Xitoyning bostirishi ishg'oliyat davridan tortib 1 minutmi to'xtab qolmagan bo'lsa-mu, yaqinqi bir necha yil mobaynida Sharq Turkiston xalqi, xususan din ahli tarixda ko'rilib boqmagan darajadagi terror siyosatini boshdan kechirdi. Minglagan, 10 minglagan ulamolar, taliblar qisqa vaqt ichida Xitoy ishg'oliyatchilari tomonidan yalmab yutib etildi. Allohning marhamati bilan bu hayot mamatliq payitlarda chet elga hijrat qilish nasib bo'lgan oz sondagi ulamolar va bundan burun vatandan ayrilib har qaysi davlatlarda ilm tahsil qilayotgan olimlar birlikda vatandagi zo'r yo'qotishdan kelib chiqqan bo'shliqni to'ldirish uchun, shundaqla muhojiratdagi bayroqdorlik rolini joriy qildirish uchun Sharq Turkistonlik ulamolarga vakillik qiladigan bir birlikni qurib chiqishning zarurligini tunib yetdi. Ahli sunnat val jamoat tushanchisini asos qilgan Abduqodir Damollam, Sabit Damollam, Muhammad Amin Bug'ra, Abdulhakim Maqsumojim qatorliq peshvolarning izidan besib minishni nishon qilgan Sharq Turkiston ulamolar birligi har qaysi mo'tabar ulamolarning yiroqni ko'rar ustozlarning boshlamchiligi bilan Hijriya 1436-yili, ya'ni milodiy 2016-yili 1-oyda Istanbulda rasmiy qurildi. Shuningdan tortib 5 yil mobaynida 80 dan ortiq ulamodan, shundaqli fatvo va shar'iy maslahat guruhi, da'vat guruhi, ta'lim-tarbiya guruhi, tadqiqot guruhi, media va tashviqot guruhi, bayonot guruhi qatorliq xizmat guruhlaridan tashkil topgan ulamolar birligi Sharq Turkistonning istiqboli haqida bosh qotirish, Sharq Turkistonga munosabatlik masalalar haqida Sharq Turkiston ulamolarining mavqesini bayon qilish, Sharq Turkiston xalqini va mustaqillik mujodalasi yo'lida harakat qilayotgan tashkilotlarni islomiy aqida va tushuncha bo'yicha yetaklash, islomiy kimligini qo'g'dash, ularga diniy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarda duch kelgan masalalarga islom ko'rsatmasi bo'yicha yo'l ko'rsatish, Sharq Turkiston ulamolarining har qaysi davlatlardagi ulamolar va tashkilotlar bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirish qatorliq nishon maqsadlar asosida Sharq Turkiston ulamolarining har qaysi davlatlardagi ulamolar va tashkilotlar bilan aloqasini kuchaytirish qatorliq nishon maqsadlar asosida ixlos bilan xizmat qilib kelmoqda.
Sharqi Turkiston Ulamolar birligi yana muhojiratdagi Sharqi Turkiston xalqining ta'lim-tarbiya, tashviqot xizmatlariga kuch chiqarib, ijtimoiy taratquv suplari orqali turli diniy programmalarini xalqimizga sunib keldi. Shundaqla muhojiratdagi Sharqi Turkiston xalqining bilishi, tushunishi zarur bo'lgan masalalarga aloqador bir turkum zarur kitoblarni, fasllik jurnallarni nashr qildirib, xalqimizga taqdim qildi. Tarixda sonsizlig'an ig'ir kunlarni, sinoqlarni boshdan kechirgan Sharqi Turkiston xalqi Allohning fazli marhamati bilan azaldan olim ulamolarsiz qolgan emas. Mayli zolim tajovuzchilar dinimizga, e'tiqodimizga qanchalik hujum qilsin, qanchalik bostirsin, bir turkum fidokor ulamolar qiyin sharoitlarda tavlinib chiqib, Sharqi Turkiston xalqining islomiyat mash'ilini qo'ldan qo'lga o'tkazib, yalqonjutib keldi. Sharqi Turkiston xalqi irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan, barliq insoniy huquqlaridan mahrum qoldirilib, e'tiqodi butunlay dafsanda qilinayotgan, shundaqla muhojiratda xato tushuncha va ozg'un iqimlar avj olgan bir paytda ulamolarimizning, jumladan Sharqi Turkiston Ulamolar birligining mas'uliyati texmo ig'irlashmoqda. Ularning har jihatdan o'zini mukammallashtirishini, ilmda texmo yuksak cho'qqilarga chiqishini taqozo qilmoqda. Alloh taolo bu asrdagi eng ig'ir imtihonga duch kelgan Uyg'ur millatining ulamolarini texmo ko'paytib, kuchlantirib, birlashtirib bersin. Amin.